Assalamu alaikum hürmetli görürmenler, assalamu alaikum hürmetli mehmanlar, Mevla'nın muşvaqtınlar xayrli olsun. Bugün O'rta Sharqning kunsiri jiddiylashyotgan siyosiy vaziyati to'g'risida suhbat ilib boramiz. Aziz mehmonlarimiz Ilshod Hasan apandim va Mehmet To'xta Abduvali biz bilan birga. Tunç savolni boshlab ketdik. Amsa Mehmet To'xta sendan boshlaylik. Birinchi savolni Falastin İsrail hozir to'qinish bo'lib atqandan bir 5-6 ay bo'lib qoldi bu ahvol. Mush to'qinishdan bosqich keldi. Mushning umumiy bir ahvol to'g'riliq bizga ozroq bir ma'lumot bergan bo'lsam. Assalomu alaykum. Oldi bilan taklif qilganingiz uchun ko'p rahmat bu programga. Endi Falastin Isroiliya o'rtasidagi bu to'qinish o'tgan yili 7 oktyabrda Hamasning Isroiliyadagi bir muzika faoliyatiga hujum qilishi va u yerdan kishilarni tutqun qilishi bilan boshlangan. Hozir bundan keyin Isroiliyaninki o'chirish xarakterli G'azzaga hujum qilishi bilan davom qildi. Hozirmi davom qilyapti. Endi 1 yilga yaqinlab qoldi. Hozirgacha yana 100 ga yaqin tutqun taqigacha Hamasning qo'lida. İsrailiyaniki bombardımanlarında 40 mingdek adam hayatını ayrıldı. Yani nurgun kişiler yaralandı. Gazze'nin tertipsiz veyran buldu desek buldu. İsrailiyaniki bu jarayonda ilib borgan Gazze'ni bombardıman qilishları hozir xalqaro sud tartibining urush jinoyati yoki ba'zi ahvollarda irqiy qirg'inchilik deb ayblanayotdi. Ammo Isroiliya va uning o'rtasida bo'lgan davlatlar buni qat'iy inkor qilmaydi. O'zini qo'g'dash haqqi huquqi doirasida ishlatilgan kuch ishlatish bu deb aqlab kelyapti. Demak, hozirgacha hamda bu urushdan keyin boshlanishidan tortib hozirgacha har ikki tarafdan ajoyib ko'p ziyon bo'lishi qaramay, ammo urushda hech qaysi taraf mohiyatlik ilgirlashga erishilmadi. Ya'ni bu yerda ilgirlashga erishilmadi deyishimda Netanyahu hukumatining asosiy nishoni bo'lgan tutqunlarni tutqizish nishoni amalga oshmadi hozirgacha. Hamasning nishoni bo'lgan bu tutqunlar orqali Isroiliyani siyosiy suhbatdan qistaymiz va ularni bizni e'tirof qilishga va yo'l qo'yishga majburlaymiz degan nishoni amalga oshmadi. Chunki Netanyahu tutqunlarni qutqizishdan bakrak Hamasni vayron qilishga markazlashtirdi strategiyasini. Shunga İsrailiya gerçi harbiy jihatda G'azzani qamal qilgan, ishkirlab kelgan, vayron qilgan, nurg'un kishilarni o'ldirgan bo'lsa, ammo siyosiy jihatdan maqsadiga yetkini yo'q. Hamasga o'xshashlar nurg'un badallarni to'lagan va nurg'un kishilarning o'lishiga sabab bo'lgan bo'lishi qaramay yana siyosiy nishonini amalga oshirgani yo'q. Bu urush bir matqaq holatda tushib qoldi G'azzadagi to'qinish. Undan keyin bu ishki xalqaroliq qismat kengayib Amerika bilan Xitoy, Rossiya o'rtasida yoki texmi konkretroq qilib aytsak, G'arb bilan Sharq o'rtasidagi kuch sinishish to'qinishiga aylanib qoldi. Bu jihatda kimning haq, kimning nohaq yoki G'azzada o'layotganlarningki yoki tutqun qilinganlarning masalasini hal qilishdan bakrak asosliq geopolitik to'qinish, sinishish va kuch ko'rsatish asosliq kun tartibga kelib qoldi desak bo'ladi. Mehmet To'xta bu hozir cho'ng davlatlar o'rtasidagi munosabatlarni ilerleyen vaqtlarda yana paranglashaylik. Hozir men biz o'tganda bu Amerikaning bir o'rtasidagi salochilik qilishi bilan bu Hamas bilan İsrail o'rtasida bir suhbat ilib berilayotgandi. Bu suhbatning oqibati qanday bo'lib ketdi? Bu Hamas lideri ismini o'lgan, Ironda o'ldirilgan Hamas lideri va Hizbullahning İsmail Haniye bilan yana bir Hizbullahning lideri o'ldirildi, Lubnonda o'ldirildi. Shu ahvoldan keyin yana bir jiddiylashish Hamas o'rtasidagi to'qinish, Isroiliya bilan Hamas o'rtasidagi to'qinish texmi ig'irlashdi deb aytsak bo'lamdi. Endi Hamas bilan Isroiliya o'rtasidagi to'qinish aslida ham jiddiydi. Ammo bu yerdagi biz Livan qismini ayrim tahlil qilib, Hamasninkini ayrim tahlil qilsak, İsmail Haniye'ninki Iran'da... Ben bir sualımın ahırı bir küçük bir kıstırımı qo'yib qo'yay. Hozir o'ldirilgan
Ben haberlerini azırak qarab baksam öldürülgen, İran'da öldürülgen Hamas liderini hem söhbetki uçuq, en ilk kilişke başka liderleri qarğan çağda, Şahin liderleri qarğan çağda Mao liderini texim ılık söhbetki mayil dep bizden haberler çıktı. Bunun bu geplerinin qançak asası var, hem bu öldürüş arkalık bu liderin öldürüş arkalık İsrail'e bu çoğun bir siyasi hatar öldürülecek olan bu falan analiz etmemiz. Oldu. İsmail Haniye'ninki öldürülüşü hem de Palestin İsrail'e yoki texmi konkret esa Hamas İsrail'e o'rtasidagi urush to'xtatish kelishimidan yo'qqa chiqadi deyishga bo'ldi. O'zim bilsa o'tgan bir qancha oyda Misr, Amerika, undan keyin Qatarlik davlatlarninki tirishchanligida bu ikki taraf o'rtasida bir tinchlik kelishimi imzolash haqida tirishchanliklar ko'rsatilgan. Hamda hatta Amerika Biden hükümeti bu tinchlikqa rahbarlik qilganligi, yaqinlab qolganligi haqida uçurlarni berishga boshlagan. İsmail Haniye o'ldirilgandan keyinmi Amerikaning tashqi ishlar ministri Singapurdagi muxbirlarga qilgan so'zida bu jihatdagi tirishchanlikning davom qilayotganligini, İsmail Haniyening o'liminiki buningga ta'sir ko'rsatmaydiganligini aytdi. Ammo bu yerda intayin muhim diqqat qilgan bir narsa bor. U bo'lsa-mu İsrail'e hazır üzerindeki müzakereleş güçünü öldürüvetti. Yani bir düşman taraf, yani bir düşman tarafının sohbetleş güçünü öldürüvetken ahvalda bu yerde kandak tinçlikten, kelişimden söz açıklığı olsun. Yani bu yerden demeninki eğer Amerika Tashqi ishlar ministri Blinken'ninki bu yerdeki kelişimden maksat kılgını Hamas bilen İsrail'e o'rtasidagi kelishim bo'lsa bu tugadi. Eğer onun maksat kılgını Fatah hükümeti bilen yoki başka Arap ittifaqdoshları bilen İsrail'e o'rtasidagi kelishim bo'lsa, o yo'liga davom qiladi. Şu an İsmail Haniye'ninki İran'da qasdga uçuruşu aldı bilen Hamas İsrail'e o'rtasidagi tinchlik kelishimini yo'qqa chiqadi. Ondan keyin İran bilen İsrail'e o'rtasidagi to'qinishni yuqori pallaga chiqadi, hatto urush xavfi yaratdi. Ondan keyin İran Livan'daki ahvolga kelsak, Livanda İsmail Haniyeni öldürüşten bir gün burun Livan'daki Allah Partisi'ninki bu İran'daki qo'llashidagi bir kuch. Bularning ikkinchi nomerlik odami Fuat Shukurni qasdlab o'ldirdi. Bombardiman qilib. Hamda bu İran'a bo'lgan besimni g'oyat zo'r kuchaytirib, hozir hamda İran İsrailga qaytarma zarba bermasa, o'zininki ittifoqdoshlari orasida inovati to'kiladigan amaliyotda to'kildi. Qaytarma hujumga o'tsa, Amerika qatorliq davlatlar İsrailni qo'llab urushga men kirma deb tayyor turayotgan bir vaziyatni shakllantirdi. Shunga bu burunga qaraganda cho'ng kuchlar o'rtasidagi vaziyatni taqimi yuqori pallaga chiqadi, hatto o't ustiga yog' chashdi desak bo'ldi. Ammo Hamas İsrailga to'qinish nuqtasida olib aytgan vaqtda tinchlik suhbati ehtimolligini yo'qqa chiqadi, ammo urush bo'yinqidek davom qilyapti. Köptün Ben Mehmet Tohti'ninkiga qo'shib, azroq kichikgina tarix göz qarashimni o'rtoqlashay. Hamas bilan İsrailninki suhbati ikki tarafninki talabi o'xshamaydi. Hamasning talabi yuqori e'tirof qilish Hamasni e'tirof qilish, Hamasninki agar biz nizomnomasiga qaraydigan bo'lsak, Hamasning oxirgi nishoni İsrailni yo'q etib, butun arab zaminini ozod qilish. Mana degan vaqtda. Shuning uchun bu nishon bilan İsrailning nishoni Hamasni Fatahga o'xshash İsrailning mavjudligini oxirgi nishoni hamda e'tirof qilg'izish ve tutuq İsrail'e garajlarını yoki Amerikalık bunun ichida har davlatlarning bor, binarchi davlatning qo'sh garajlar. Bularni qo'yib berish. Shuning uchun men yig'inchoqlab aytsam, bu yerdagi suhbatning oxirgi natijasi bir natija chiqmaydiganligini amaliyotda İsrail bildi, Hamas bildi. Bu suhbat faqat ikki taraf xalqaroninki bir
urush davomlashaverdi, ikki taraf kamidi deganga mana bir reaksiya qaytargan javob bo'lish uchun ifade ama İsmail Xaniyamu o İsrail'in talebiga ma'qul dalanmaydi. İsrail mu İsmail Xaniyanınki qo'ygan talebiga ular ma'qul dalanmaydi. Shuning ikkil taraf bu suhbatning natijasining yo'qligini ikkil taraf biladi. Xalqaro hamda uningdan umid kutdi. Shuninga meningcha bu yerda hamda o İsmail Xaniyaning o'lishi bilan suhbat to'xtab qoldi. Natija aslida manda u agar natija chiqadi deb o'ylagan bo'lsak, meningcha bu xato tushuncha bo'ladi. Hamda bu suhbat davomlashsa bir natija chiqamdi desak, meningcha 48dan tortib bugungacha arablar suhbatdan to'xtab qoqqani yo'q. İsrailya mı to'xtab qoqqani yo'q, hech qanday natija yo'q. Shuning uchun o suhbatni meningcha men bak cho'ng ahamiyatga ega deb qarab ketmayman. Rahmat. Rahmat aka. Sizdan endi endi İran'a qaytib kelsak, bu yerdagi eng o'tirishaqdagi eng muhim siyosiy aktyorlarning birisini İran deb qarashga bo'ladi. Ham g'arbga qarshi Xitoy bilan Rossiyaning yinidagi o'tirishaqda eng cho'ng kuch endi İran. İran bak uzun tarixga ega bir davlat. Intayin cho'nqur bir kültürga, siyosiy bir an'anaga ega bir davlat. Endi bu davlat endi keyingi vaqtda islom inqilob nimasidan islom inqilobi demdik. İslam devri. İslam inqilobi deymiz. İslam inqilobidan keyin endi 79'daki. dinchilashib ketgan bo'lsa-mu, lekin bu davlat hamda ko'pincha xalqlar bir Afg'onistondek o'ylaydi ekan, lekin kuchli bir davlatchilik bir ideyasi bor bir davlat bo'lg'achqa ham boshqa o'rta sharq davlatlaridan xil jiq farqlandi. Hamda butun dunyoga o'zining inovatini, askariy kuchini, o'zining qanchalik kuchli ekanligini namoyon qilgan bir davlatning o'tgan yillari Qasım Süleymaniyni o'ldirildi Amerika tarafidan. Majili eng prezidentlar turadigan o'zining poytaxtidagi bir rayonda suiqasdga uchrab, o'zining eng aziz mehmonidan birisi o'ldi. Endi bu hamda İranning bo'pmi yangi İran hukumati tashkillangan eng g'arb bilan suhbat ilib berish mumkinchiligi eng kuchli deb aytilayotgan Pezeshkian o'tirib chiqqan bir vaqtda bu ahvolning yuz berishi İranning ichki va tashqi siyosiy nuqtada ilib aytganda qanday bir ma'no keladi? Aldı bilan İran siz deganga o'xshash bir qadimiy davlat. Undan keyin manda degan vaqtida hozirgi arxeologiya va yangi tarix ko'z qarashlar arxeologiyaga asoslanganda qaraganda g'arb madaniyatiningki zo'r bir qismi İranliklardan kelgan deb qaraydigan shu yerga keldi. Manda degan vaqtida İran arablarga qaraganda texi g'arb madaniyati bilan o'rtoqchilik qismi xeyli zo'r ko'p endi. Shuning uchun İran 79-yildagi Xomeyni, Ayatullah Xomeynininki Fransiyadan qaytib kelib, İran shohni o'rvatmoqchi bo'lgan vaqtda asosan g'arb tarafida g'arb yo'lda menib kelgan. İslam inqilobidan keyin Amerikaninki elchixonasidagi 300 ga yaqin xizmatchi o bo'lani go'raga olgandan keyin Amerikaga qarshi bir kuchga aylandi va O'rta Sharqdagi Amerikaga qarshi asosiy bir tog' bo'lib tiklandi. Lekin men bir şeyde sizden bir savol sorsam, Fransa Hamanini siz Fransiyadan İran'a berib podsho hukumatini ag'dirib dedingiz. Shu yerda men sal bir qistirib qo'yaysam bo'lamdi deb o'ylayman. Chunki bu ham bu yerda solchilarning, ham demokratlarning, ham liberallarning, ham kommunistlarning birlashib chiqargan bir inqilobining mevasini o'g'irlab oldi deb aytsak ham to'g'ri bo'larmikin deb qarayman. Shunda bo'ldi. Endi bir bu yerda bir narsa bor. Masalan biz Uyg'urlarni tutishadigan nima narsa deganda, masalan shu vaqtida 79 yil shoh qarshi solchilar va kommunistlar va o'ngchilar va hammasi bor. Bular hammasi qarshi, lekin bularda bir kuchli tashkiliy narsa yo'q. Undan keyin butun İran xalqiga bo'lgan chaqirishida bir tutash shuvarmi yo'q. Shuning uchun Xomeyni keldi tayyorga, ammo lekin bu dinni, chunki İranliklar yanala Shiya mazhabdagi bir e'tiqoddagi millat,
Bu adam dinni şuarlar bilen bularni birlikka keltirdi, oxirisi hokimiyatni qo'liga oldi. Shuning bilan yaqinqi zaman islom, political islom, ya'ni siyosiy islom tarixida birinchi bo'lib hokimiyatni islom nomida hokimiyatni qurdi. Ammo bu yerda bir ro'shan farqi, bu hokimiyat Shia islomninki ulug'i qurilgan. Yana Ayatulloh Xomeiniy uning inchiklab kirib kelsak-chi qo'yib ketdi. Mana degan vaqtida u ma'lum darajada vahiy qabul qila oladi va uning tushuncha bera oladi. Fatvoni o'z oldiga bir odam chiqara oladi. Masalan, biz sunniyninkida fatvoni bir odam chiqarmaymiz. Butun shu davrdagi ulamolar birlik kelganda fatvo chiqarildi. Shuningga bu yerda meni demoqchi o'g'lim abay dedim Uyg'urlarmi? Masalan, 44-yili G'ulji inqilobi patlangan vaqtida kommunist Rusninki Alixon To'ramni izlab, shu odamni bosh qilishidagi sabab nima deganda, shu vaqtidami urushni asosan ib berayotgan G'ani Batur, uqmaymiz hamda uni qaysi o'ngdamdiq, so'ldamdiq, yo'q. Ammo Abdukerim Abbosovning partizanlari va ba'zilarininki Nelqirik Fatihning hammasi so'lchi desak xatolashmaymiz. Kommunistlarning ideologiyasi bilan ma'lum darajada ta'sirida. Ammo-lekin Ilhom To'ram chiqdi, hammani yig'ib bir yerga kelib bu inqilobni boshlay oldi. Bu mening demoqchi o'g'lim, biz mushu oq ko'rinishni hargiz mayli bizning da'voda yoki Eronning o'tir sharqda shuni unutib qolmaylik. Endi qaytib kelsak Eronninki. Eron 79dan keyin Amerikaga qarshi bir tug'ildi o'tir sharqda. Ammo-lekin bu yerda Eronninki bu political islomni Arab davlatlari birinchidan ularning sunniy Shia bo'lganligidan, ikkinchidan bunda bir inqilobning bo'lishini qat'iy xohlamaydi. Shuningga bular bilan tirishib keldi. Eron xeyli vaqtcha Sovet bilan yoki Rus bilan yaqin o'tishdi, ammo Xitoy bilan unchalik yaqinlashmagan. Ma necha yildan buyon endi Xitoy bilan yaqinlashib, Rus bilan yaqinlashib, Xitoy o'zining strategiya maqsadi uchun yana hozir Xitoyning strategiya maqsadi O'rta Sharqdagi bu urush o'tini ulg'aytish. Shu orqali Amerikani bo'lsa qayta so'rab Osiyodan yana O'rta Sharqqa yondirib akilish, ya bo'lmasa shu patqoqda pattirib harbiy kuchini bo'lib o'tish. Shu maqsadda Xitoyning qo'llashiga qattiq erishyapti Eron. 2 kunning oldida Sovetninki sobiq mudofaa ministri Shoygu kelib Eron bilan ko'rishdi. Bugun Eronning chaqiriqi bilan tunugun Eronning chaqiriqi bilan OIC yana nima deymiz uni? Islom tashkiloti dedimmi? Islom rahbarlik tashkiloti. Islom rahbarlik tashkiloti. Bular Tashqi ishlar ministrligining yig'inini ochdi. Nayibda qattiq tondiki bir bayonot e'lon qildi. Bu bayonot İsrailni aybladi. Endi bu yerda Eron bu yig'in uchun bo'ldi. Tayyorlikni qilyapti. Angliya Livandagi o'zining fuqarolarini chekindirish uchun tayyorlik qilyapti. Shuning mana degan vaqtida urush xuddi shu zaman portlaydigandek. Lekin mening ko'z qarashimcha bu yerda bir masala bor. Abay Mamat To'xti nayt yaxshi etdi, uni tasvirladi. Eronninki yuzi tushdi. O'zining kreditsi tuvanladi. Chunki ikkinchi qitim Eronning zaminida birisini Amerikalik yo'qotgan bo'lsa, yuqori amaldorni. Bu da qitim İsrailiyning İsmail Xoniyani o'ldirishi, endi hozir İsrailiya deyilyapti. Meningcha İsrail qildi, ammo İsrailiya e'tirof qilmadi endi. Bu yerda tanlagan vaqti yer hammasi nihoyatda kuchli amaliyotda Eronga bergan bir signal. Birinchi, Eronninki prezidentninki yangi huquqni olgan shuningga bo'lgan seremoniyaga qatnashgani bo'lgan İsmail Xoniya. Bu birinchisi. Ikkinchisi Eronninki poytaxtida. Uchinchisi bu Eronning o'rinlashtirgan mehmonxonada.
bu yerda İsrail nima da'vatida deganda İsrailya deydi sen agar jim turmay yana mush atrofdagi hammasini qutursan biz uni yo'qota oldik uningdan yuqorisini yo'qota olamiz ma signalni ber deb Eronga mushu signalni berdi endi bu signalni bergandan keyin Eron qanday qiladi qoida bo'yicha cho'qim qattiq bir javob berish kerak javob beramizsa abay Mehmet To'xti inimiz degandek o Eronninki bundan keyin mayli Livandagi Hizbullah bo'lsin yoki Gazadagi Hamas bo'lsin yoki boshqa yerlardagi bu Eron qo'llayotgan Iroqdagi bu kuchlar bo'lsin hammasi Eronga bo'lgan ishonchisi tuvanlaydi ammo lekin Eronning aniq bildig'ini agar İsrailga qattiq javob qaytarib keng ko'lamda urib tushishni boshlasa Amerika aralashadi Amerikalar emas balkim Saudiya o'zining zaminini İsrailga ichib berish ehtimoli nihoyat cho'ng havo bo'shlig'ida hamda İsrailning aeroplanlari hattoki Saudiyaning aerodromlarini ishlatamiz desa Saudiya yo'q demaslik ehtimoli nihoyat cho'ng bu yerda Onu qiladi. ha Oldin Saudiya Aldın qatim İran'dan İsrail'e atkan kuchsiz aeroplanlarni yoki boshqarilgan bombalarni Iordaniya, Iroq, Saudiya kuchi birga to'sdi. ha bu yerda nima uchun bunday qildi deganda Saudiya qolgan arab davlatlari Eronning kuchlanib ketishini va uningki inovatining qaytadan tiklishini hech qaysi xohlamaydi. Shuning uchun buni Eronmi o'zining ko'z tutadi. Uningdan keyin Eronning o'ziga qarshi bir guruhga odamlar bor. Eron hozir hokimiyatga qarshi qurolliq qarshilik qilib berayotgan. Bularni uch qashqara İsrail Amerika qo'llash ehtimoli bor. Uningdan keyin Eronning ichidimi hozir hokimiyatga norozilik qaytadan norozilik harakatlar yuz bergan ba'zilari nihoyat keng ko'lamda shuningga meningcha keng ko'lamda urushni Eron ep borolmaydi bu yerda balkim Hizbullahni ishlatib yana Allah partiyasidan da qoni Livanondagi shuni ishlatish ehtimoli cho'ng shular azroq javob qaytardi uningki İsrailga u vaqtida İsrailga yana bir banat kelib balkim Livanga kirib Hizbullahni ularni yig'ishtirishi mumkin. Chunki İsrailning bunaqa maqsadi Hamasni uzil kesil palash qilib qo'yish. Bo'lmadi deganda 10-15 yilgacha hech qanday bir qarshilik yoki bulto 17-oktyabrdagidek bir unda urush qilinmaydigan holatga akab qo'yish. Uningdan keyin o'zini o'ngshab qolgan tadbirlarni qo'llanish. Shuningga bu ketimki bu keskin bo'lyapti. Agar urush bo'lib qoldi desak yoki ata jumadan keyin shanba agar shanbadan o'sh ketib Eron o'z tarafdan bo'lmasa bu tugidi. Asosan qag'ini shu Hizbullahga qoladi. Ammo Eronninki keng ko'lamda İsrailga hujum qilishiga men unda qiladi deb o'ylamayman. Chunki tunugin yana bir narsa Fransiyaning bosh prezidenti nima ismi? Macron Eronninki bosh prezidenti bilan ko'rishdi. Undan keyin OIC'ning yig'inida yana arab ellari Misrninki, Iroqning hammasi Eronga dedi, urushni to'xtatayli, yuqorilatmayli buni, davomlashtirib keskinlashtirib atmayli deb bu Eronga talab qo'ydi. Ham yana bir xabar deyilishicha İsrail bevosita Eronga ogoh signalni avatgan. Ham qaysi yo'lda avatganligini demabdi. Agar Eron İsrailga hujum qilib qolsa, İsrailga Eron kutgandan texmi cho'ng zarbiga va
buzg'unchilikqa uchraydiganligini aniq degan. Unproportional degani sen qilganning darajangdan yana necha hassa ishib qaytirma debdi. Demakchi o'g'ini jim tur, mushuning bilan to'xtatsang, o'zingni saqlab qolsa degan mana signalni berdi. Xo'sh. Qarasam, hozir ikki bir vaziyat shakllanib qolgandek, Iran bir qarshilik beramiz bo'lmaydigan bir vaziyat. Qarshilik bersa, urushning kengayib ketish ehtimolligining yuqorilab ketishi. Endi bu ahvolda O'rta Sharqda siz bir urushning cho'nkilanib urushning chiqish ehtimolligini tuvan dedingiz. Endi lekin menchi bo'lgandimi tuvan, lekin ba'zi chog'da ba'zi urushlar kichik unda cho'ngaytirmaymiz deb cho'ngib ketmaydi deb boshlandi urushlar. Azroq kichik to'qinish bo'lib, keyin urushlar cho'ngib ketmaydi deb boshlaydi. Chiqib ketgandan keyin uni yig'ishtirib qo'ygan bo'lmaydi. Shunga Mehmet To'xti sen javob berib bak. Sence O'rta Sharqda bir cho'ng bir urushning ehtimolliq bormi? Azdan chiqyapti mayada. Sizlar biraz paramızı tuturlar. Undaqda men yana bir amilday, shuningga to'g'riliq. Masalan, bu yerda bu Iranninki Isroilga javob qaytarishi hozir dunyo ikkiga bo'lindi. Amerika boshliq g'arb dunyosi, Isroil shuning bir qismi, Saudiya qolgan arab davlatlari kuzatib, Amerika tarafdarak, ammo kuzatyapti. Ahmet qayoqdan kelsa shu yoqqa yatimizda. Yana bir kuch Rus, hozir hamda Xitoyning birinchi Rus, Iran, Shimoliy Koreya bu to'rt endi. Asos kuchi Xitoy, Rus, Iran bo'lib qoldi. Buning ichida hamda bu yerda urush bo'lsa, Xitoyga manfaatmi, ziyonmi deymiz. Xitoyninki hozir bu vaziyatda O'rta Sharqdagi bu urush ko'p ketsa yaxshimi, Xitoyga yoki pasib tursa yaxshimi? Hozir holatda. Shaxsan mening ko'z qarashim Xitoyning maqsadi hozir holatda saqlab qolish. Chunki Xitoy yana bir urush maydon ichishga tayyor bo'lib bo'lmadi. Xitoyning plani eng baldur deganda biz yil oxirlari yana bir urush maydon, mayli Tayvan, Filipin, kichik, yana abay biz deganda Xitoyning Parizda kontrol qila oladigan dairadagi bir kichik urushni boshlashga ozroq vaqt kerak. Shuning uchun u urush boshlangan vaqtida mayil qolmasligi kerak, ya'ni O'rta Sharqdagi. Agar hozir Iran ko'lamda Isroil bilan bu urushni kengaytsa, bu urush bir ikki oyning ichida u yoq bu yoq bo'ladi. Hamda o mening u yoq bu yoq bo'ladi deganim hozirda Ukrainada. Rus ololmaydigan Ukraina tunugimmi birnakin Rusning chegarasini buzib kirib, bugun Putin BDT'den İsrail Ukrayna bizga tajovuz qilib kirdi, BDT'den ayblanadi dedi. Talab qildi. Ajoyib ishlar hozir ham kulka. Mening demoqchi o'g'lim, agar Iran shunday bo'lib qolsa, Iranmi xuddi Saddamning vaqtida Iroq bilan ikki el taraf patqaq ketib qolgandek, Isroiliya bilan Iranmi patqaq patidi. İsrailiyani yo'qotolmaydi, hech kim qilolmaydi, ammo Iran xo'rib mangdi. Xo'rib mangsa, bu yerga Amerika Isroiliyaga faqat qurolli bersa, askar kuchini berishninki yo'tkashning bak hojati qolmaydi. Bir ikki oyning ichida Iranning asosiy yuqori texnikasini Isroil yo'qotib yetalaydi. Bunda bir holatda ikki tarafning urush bo'ladi. Bu Xitoyga ziyon. Xitoyning maqsadi, agar Xitoy yana bir urush maydonini ichib qolsa, mayli Filipinda talishayotgan orollarda yoki Tayvanninki Kinmen yana Fujouga yaqin orollarda shu yerlar urush boshlab qolsa, mayadimi shu zaman yana bir o't qaytadan kuyib chiqsa, Amerika oyoqqa
kuchimni hammani oyoqqa yetkaymi, mayoqqimi, ayagimi deb shu vaqtida 3 yerda tam. Yana O'rta Sharq, Ukraina, Xitoyninki boshlagan. Bunda bo'lsa, Xitoyning farizida Amerika 3ning ichida eng muhimini tanlashga majburlanadi. Shuning uchun Xitoyning strategiya manfaatini olib yetgan vaqtida Xitoymi hozir bu o'tning ulg'uyibla undan keyin pasib cho'qqa aylanib kelishini xohlamaydi. Shuningga tunugin Xitoyning tashqi ishlar ministri Wang Yi har taraf o'zini azroq tutib olsa degan bayonotni berdi. Shuningga men ashularni hammani birlashtirib kelganda biz bu jug'rofiyaviy siyosat nemisidan qaraydigan bo'lsak, meningcha İran bu ikki masalasi soladi. Rus bilan Xitoyninkiga. Xitoyni İran bak tushunib ketmaydi. Rusni islom dunyosi İran, Iroq, Misr, Arab, Saudiya hammasi yaxshi tushundi. Chunki Sadatning vaqtida Misr armiyasi Sinay orolidan besib kirib bo'lgan vaqtida uning oldida Sovet va'da bergan. Sizlarga nima kerak bo'lsa biz shuni beramiz, urushni boshlasanlar chatoq yo'q degan. Ammo lekin Misr armiyasi besib kirgandan keyin Amerika Isroiliya taraf tutganda Sovetdan Misrninki shu vaqt Sadat bevosita telefon qilib ko'rishib, yordam degan vaqtida Sovetning yo'q biz tushsak chatoq bo'ladi, Amerika bevosita so'qishib qolamiz. O hozirgi bizning strategiyamizda yo'q. O'zinglarga qaranglar. Allohga topshirdi. Shuning bilan Misr oxirsida hamma Sovetninki odamlarni qo'g'lab Misrdan chiqarib yetdi. Shuningga bu savoq Arab dunyosi, islom dunyosida nihoyat aniq. Rusga qat'iy ishongan olmaydi. Oxirgi va'dasi turolmaydi. Endi Xitoyni İranmi degandek tushunib ketmaydi. Shuning uchun bu yerda ularning fikrini anglaydi, ammo ularning fikri hozirgi vaziyatda salmoqli. Chunki İran o urushni davomlashtirmaydi. Cho'qim Xitoyning tugumas yordamiga xuddi hozirgi Rusga berayotgandek uzilmasligi kerak. Uningga Xitoy ya kapolat qila oladi yoki uningga hozircha unimaydi. Xo'sh. Ko'p rahmat Ilshadga. Mehmet To'xtiy sening azizning tugdimi? Evet. Bo'lsa sen siz bayaq savolimga javob bergach, ana keyin buningda Xitoy hukumatining bu masalaga qanday qaraydiganligini Ilshad ma'lum deb ketay. Ilshad kam so'zlab o'tdi. Sen shunga qarata Xitoyning bu o'tirishga bu jiddiychiligi bo'lgan pozitsiyasini qo'shimcha qilib o'tib ketgan bo'lsam. Menimcha İlşadkam degandek masala İranning nuqtasidan qaralsam, İran cho'ng urushni qilishni xohlamaydi. Chunki İran rayonda Saudiya Arabiston va Isroiliya bilan ta'sir talashish kurashiga kirib qiliqliq va o'zining cho'ng davlatlik o'rnini saqlashga tirishliq. Ammo halbuki İranning diniy e'tiqod jihatdan Shia mazhabiga mansub bo'lishdan iborat yumshoq kuchini hisobga olmaganda qattiq kuch jihatdan iqtidori yetmayotdi bu strategiyasini yurgizishga. İran mayli Iroqdagi yoki Falastindagi yoki Livandagi o'zining qo'llovchilarini Isroilga dushmanligi ustiga qurib, qo'zg'ab, Adlekin şu orqali ularni qo'llash shaklida o'ziga beqindirib, bu rayondagi sunniylardan ta'sir olishga tirishib keldi. Ammo İranninki ichki jihatdan Shia bo'lishdan boshqa, ya'ni tuzum jihatdan diniy liderninki rahbarning qo'l ostida bo'lishdan boshqa ummat qarash jihatdan tuzilma jihatdan afzallik yo'q. U ichki jihatdan bir mustabid davlat, o'zining xalqini bostirib kelgan davlat, qurolining kuchi faqat begunoh namoyishchilarga yetadigan bir davlat. Bundan ahvol ostida buningki tashqi jihatdan keng ko'lamli bir urushga kirishdan qo'rqinchisi albatta mavjud, chunki ichki bexatarlikdan xotirjam emas. Hokimiyat bexatarligi yo'q bu yerda, tuzum bexatarligi yo'q. Bundan ahvol ostida bu İranninki diniy dohiylarninki siyosat chiqaruvchilarining oldi bir o'ylashadigan masalasi bu. Endi
tashqi kuch jihatdan aytgan chog'da mayli Rossiya bo'lsin, mayli Xitoy bo'lsin, İran'daki hazır Amerika keynida turayotgan İsrailiya bilan urushishni xohlamaydi. Bununla ilişkin deb o'tgandek, Rossiyaningki Ukraina urushi tufaylidan İranning qo'llig'idagi holi yo'q, İrandan yordam kutyapti. Xitoyningki bo'lsa bir tarafdan Rossiyani qo'llayotgan, yana bir tarafdan İranni qo'llayotgan bir urushga kirishga tayyorligi yo'q. Ondan keyin rayondagi Arab davlatlari İran'a karşı, İsrailiyeden bekrek karşı 15 yıl, bundan 15 yıl burunki geopolitika yok otur şerifte hazırca. Bundan 15-20 yıl burun İsrail'ye üstüden tehdit yaratıp başkaları olan ittifak tüzelekten. Hazır burun İsrailiyeni üzüge tehdit dep kalan Arap devletleri İsrailiyeni ittifaktaş dep karışık başladı. Mesela Bahreyn, Arap Birleşmiş Halifeliği, Suudi Arabistan, Mısır, bu devletlerden hiçbiri İsrail'in üzerine tehdit hesaplamaydı. Fakat Gazze'ye kılınan hücumdan kep çıkan, Eksan'ınki İsrail'e işgaliyeti aslında boğallıkların kep çıkan dini besim, Müslüman halkı tarafından kelgen besim aldığı ula İsrail'e inkaz kaytırışta mecbur. İsrail'e karşı ifadelerini kullanışka mecbur. Ama strateji cihetine aytganda bular İsrailiyani asta İran'a karşı ittifakdaş dep konuşka başladı. Bundan ahval Sorularda qarsam talaş tartışlarının köpüncüsü de bu Müslüman devletler bu körfezine neyim deyimiz Baltık ülkelerden mi? ya nima Fars yoki Arab Fars koltuk devletlerinin köpüncüsü neymi dep İsrail'e karşı çıkmaydı. Bular emas Müslüman emas andaq degan bayallar köp uçraydı o. Ameliyatda ulagı nispeten İran qargan çağda İsrail texmo rasyonel bir aktör bu tüylütte. tamamen hissi bayallar bu Türkiye'de mucab kişiler nima üçün Arab devletleri Filistinni qo'llamaydi, Hamasni qo'llamaydi. Biz nemişka qollaymiz deb o'zidan hayajonlanib so'zlaydi. Amaliyotda Arab devletlerininki stratejik menfaat noktasını elip etkanda İsrail'e ittifaklar haletiga keldi. İran tehdit haletiga öttü. Ama rayonda çoğun bir to'qinish chiqishni oldini olish uchun diplomatik tamponliq saqlashga tirishyapti davomida. İran bilan mazroq yarashqandek qilib, ondan keyin İslam hamkorlik tashkiloti ramkasida İran bilan munosabatni yurishtirib, masalan, tunigun Tehronda ochilgan yig'inga o'xshash bayan ilişatkan dep ötken. Andikin Arap elleri ittifakı rankısında İran'a karşı tedbirlerini elep Arap milletçilik dairesinde çok. Andikin çoğun halk arazilerinde de Xitay bilen Amerika ortasında diplomatik faaliyet boşluğu yaratıp bulaçı andi. Müştak oynavatıdır. Yani şahmat tahtasını müştak oynavatıdır. Ama İran eğer İsrail'e umumizlik hücum kılma dese o çağda Arap devletleri bununla yol koymaydı. Aldın kadın İran'a kartılgan hücumla Yordanya, Irak ve İsrail'in karşı. Yordanya, Irak ve Suudi Arabistan'daki hava müdafaa sistemleri tostu. Hatta Yordanya, Irak, Suudi Arabistan bu kadın eğer yani İsrail'e üzerine hava tevelliğinin ötüp İsrail'e hücum kılsa İran İsrail'e hücum kılsa keçilonla yol koymayımız dedi. Demek Beşir Esad yo'qolib ketdi rost. Beşir Esad bundan cho'ng urush partlaşdan burun eng Şahin ismlarining birisidir. İsrailni yo'qitimiz deydigan uçaklarda İran unchalik gap qilmaydi İsrailga qarshi. Eng uçaklarda eng oldidagi ism. Şuna bu yerde bir narsani aralashtirib etmesi kerak. Bizning Uyg'urlar ichida bu jaq aralashtiradiganlar bor. Arab devletleri yoki koltuk devletlerinin nazarından Filistin meselesi bir hissiyat meselesi. Bir dini köngül bölüş meselesi. Hamas ulağı nispeten hiç nime. Çünkü o Hamas'ın dayısının ülep gitişi İsrail'e tarafından kastlanır. Hamas'ın teltüküz yok oluşu Suudi Arabistan'ın ki, Arap Birleşmiş Halifeliği'nin ki,
Suriye'ninki, Mısır'ınki hiyaliga kirip çıkmaydı. Hatta yukarı kesken deydi. Çünkü bular özünün hakimiyetiga tehdit dep qarayotgan Müslüman qarindoshlarninki şöbesi dep qaraydı Hamasni. Bu Müslüman Qarindoshlar Teşkilatı'nı Mısır terörlük tuzumdaki kirgizgen, Suudi Arabistan kirgizgen, İordaniya kirgizgen, nurgun devlet Suriye kirgizgen. Undaq ahvolda Hamasni nima deb qo'llaydi bular? Qo'llash uchun bir nima kerak da bu yerda? Mantiqi kerak. Hamda bularniki Mahmud Abbasni qo'llashi millatchilik ustiga asoslangan. Uni tushunishga bo'ladi. Ammo Hamasni qo'llamasligini tushunmagudek bir narsa emas bu. Agar bu rayonniki tarixini, coğrafiyasini, geostrategiyasini azroq tushungan, o'qigan, bilgan odamga nisbatan shunga Hamasni İsrailga kelib bombardimon qilsa-mu, bularning qarab turishi hayron qolarlik bir narsa emas. Faqat endi shu yerda Hamasni bombardimon qilma degan bahonada yoki shuningki qatorida G'azadagi kishilarninki begunoh kishilarning o'lib ketishi, adiki musulmonlarning birinchi qiblasi deb tunilgan Aqsoninki İsrailya ishg'oli ostida xo'rlanishi bu musulmonlarninki vijdonini, iymonini azoblaydi. Shunga bu davlatlar masalaga bu nuqtadan hissdoshlik qiladi va bu nuqtadan qaraydi. Ammo Hamasga nisbatan atrofdagi davlatlarda qo'llash yo'q. Shuning uchun Hamas İranninki qo'llashiga majbur bo'ladi. Agar Hamasni Saudiya qo'llasa, Misr qo'llasa, Ironga ulumi kamaydi. Nimishqa? Chunki Shia bir davlatninki qo'llovchisi bo'lish sunniy davlatlar tarafidan dushmanninki qo'lchimoqchisi degan markaning bislishiga sabab bo'ldi. Uni Hamas rahbarlari bilmamdi, albatta biladi. Ammo ular qo'llamagandan keyin amansiz Ironga bordi, undan keyin Rossiyaga bordi, Xitoyga bordi. Ammo u davlatlar uni nima qo'llamaydi? Chunki u Hamasning ana tashkilotlari u davlatlarning dushmani. Terrorlik tuzumligida bor. Anadaki ben qarsam hazır zaten fakat bu Hamas deydigan bir narsa qolgandekmi his qilmadim bu xabarlarni qarsam hazır İsrailiyaning eng diqqatdagi nuqtasi Hizbullah qartilgandek qilib turdi. Hamas şöyle partizan hareketide azroq bir narsa qilib qolgandek bir cho'ng to'qinishga arzigidek bir narsa qolgandek his qilmadim xabarlarni ko'rsam. Yana birisi hamda o İsmail Xoniya İsrailning o'tirayotgan birinchi Hamasning boshlig'i emas. O'z vaqtida Yasinni yo'qotdi. Yasindan keyin Rantisni yo'qotdi. Birdan ularni hammasini hozirgacha uni yo'qitib kelyapti. Shu vaqtlarda Yasinni, undan keyin Rantisni yo'qotgan vaqtida hech qachon hatto Falastindanki Arafatni bilim deb baxmidi, keyin Mahmud Abbas nima demadi. Hamas keyin Mahmud Abbasning davrida huquq talashib ikki taraf so'qishdi, urush bo'ldi-ku, undan keyin ularni Gazani qo'g'lab chiqaryapti. Shuningga bu yerda Mehmet To'xtining A nuqtasi eng muhim nuqta. Shia, Sunni bu jidal agar islom tarixini azroq nim qilsa, mening hayron qoldigan yerim shu. Aslida Shia mazhabining birinchi qurgan hokimiyati hozirgi Misrda, ya'ni Fatima xalifligi. Lekin bu qanday bo'lib Eronda oxirlashib, u yerda bo'lib Misrda yo'qolib ketdi. Misrda hozir o Shianing asosan yo'q deyarlikka, ammo Eron butun bo'lgan. Bu yerda yana nimani bildirdi deganda, Eronliklar nima uchun Shiani tanlagan deganda, o'zini arablardan farqlantirish uchun ma roli milliy kimlik rol, muhim rol o'ynab ketdi. Oxirsida Shia, Misrda paydo bo'lgan Shia yo'tkilib Eronga kelib yildiz tortib bir davlatning e'tiqodiga aylanib qolgan. Shuningdan bu tarixni qaraydigan bo'lsak, bu ikkisi Amerikaning shuningga bak andish qilmaydigan yeri. Akam kelganchig'ingizda men sizdan bir savol so'rab etsam, shu Amerikaning hozir bu jihatdagi pozitsiyasini Amerikaga bir urush bo'z qitlamdi. Sizcha Amerikaga g'arb davlatlari, Yevropaning siyosatini ayrim paranglish to'g'ri keldi, lekin siz yig'inchoqlab bir javob bersangiz. Amerika urushga bevosita kirmaydi, ammo Isroilni butun qurol, yuqori texnika,
harbiy texnika hamma jihatdan qo'llaydi. Amerikaningki butun qurol uskunlarini shu O'rta Sharqdagini hammani Isroilninki yordam baz qilib berdi, shu yetib boshidi. Tushundim. O zaman en ahırkı sualımı işkanlar sorayım. Vaqt münasebeti bilen çünkü 44 minut boptu. Biz 50 minut taqayımız işip kesdi. Özümüzge bir çigra belgili olgan. Şu aşka hazırki bizden bu O'rta Sharqda bir urush yuz bersa yoki bu O'rta Sharqda yuz berish ehtimoli bo'lgan bu jiddiychilikning yoki texmi yuksilayotgan bu jiddiychilikning Uyg'ur masalasiga ko'rsatgan ta'sir to'g'risida yani o'zimizga qaytib kelsak xalqaro vaziyatni ishonchaqlab. Ben bir ig'izga qilay, shuni tugatay. Biz Uyg'ur, dushmanimiz Xitoy. Oxirsida Xitoyning bir sepida turib qolmasligimizni ashu urushdimi, agar shunda bo'lib qolsa, Xitoy cho'qim Eronni qo'llaydi, Hamasni qo'llaydi. Biz Uyg'urlar dushmanimizni tonayli, ular bilan bir sapda turib kelishning oldini olaylik. Rahmat. Tugdi meni. Lekin bu urush iliqi ulg'ayib ketsa, Uyg'ur masalasi hamda o'tganki bir 4-5 yilda azroq bir xalqaroning kun tartibiga kelaydiganda hamda bu urush Ukraina urushi bir keldi, hozir Falastin masalasining jiddiylik bo'lyotidi. Uyg'ur masalasi ham tashlanib qolgandek qilib turamdi akasizcha. Bu ahvollar Menimcha butunlay tashlanmaydi, ammo taqib qolish o ehtimoli cho'ng hamda. Masalan, bugun men bir ig'iz ortiq gap qo'yay. Bugun men OIC'ninki bayonotini ko'rdim. Ko'rib bo'lib, mening hissiyotim ajab mushu tashkilot bir qitim bir Uyg'ur uchun bir nimaga yez baqmadan mushunchalik bir ig'iz bir ismimizni atab qo'ymadi. Shuningdan ichindir. Hamda bizning masalamiz bu O'rta Sharqning urushi bo'lib qolsa, Amerikaga qarshi musulmon dunyosida ovoz ko'tarildi. Albatta bizning ovozimiz besilib qoladi. Asosan shu Falastin masalasi yana birinchi o'rinni oladi. Biz qarilib qolamiz. Shuning uchun biz o'zimiz tirishchanlik bilan bizni oldiga matbuaning olamda siyosiy oldiga işletişimiz lazım. Onunla biz Türkiye bo'lalaymiz. Rahmat. Ko'pdan ko'p rahmat akam. Mehmet To'xti, sening jumlang so'zlaydiganlaring bo'lsa, bayaq savollar bilan qo'shilib. Vaqtingizni yeb oldim, Mehmet To'xti. Yaqin vaqtimizni vaqtli. Bizdeki Uyg'urlarniki ovozining chiqishiga albatta ta'sir qildi. Qaysi jihatdan deganda bayon ilishayotgan deb o'tgandek hamda O'rta Sharqdagi to'qinish kuchaysa, Falastin Isroiliyadagi masala davom qilsa, u vaqtda cho'ng jihatdan ikki qutbli geopolitik urush tugamaydi-da. Tugamagandan keyin bu yerdagi musulmon davlatlarni Xitoy qo'llaydi. Xitoy qo'llagandan keyin tabiiy holda bizningki Uyg'urlarningki islom dunyosidagi ovozi o'ladi. Bu chaqishimi yo'q, ammo buni qayta yashartish, paydo qilish mumkinchiligi tugaydi. Ondan keyin Amerikaning g'arbning diqqati bu yerga markazlashib qolgan bo'lg'achqa, u chaqda ulardagi muqomni tuvallaydi. Shuning bilan ham xalqaro medialarningki qiziq nuqtasi nerede urush bo'lsa shu yerga boradigan bo'lg'achqa, kishilarning diqqatidan tushadi. Bu vaqtda bizningki Sharq Turkiston davoyimiz yoki Uyg'ur masalasi xalqaralashib bo'lgan bir vaziyatda tuvallash bo'ldi-da endi. Diqqat burilib ketgandan keyin. Bu chaqda endi Xitoyninki Uyg'urlar qaratgan assimilyatsiya qilish, irqiy qirg'inchilik siyosatlarini ham rohat ilib berishiga fursat tug'iladi. Qaraydigan bo'lsak, oldingi qatimda Xitoy nemishqa 2017 da tanladi Uyg'urlarga qirg'inchilik qilib berish uchun. Chunki shu vaqt Xitoyga nisbatan muvofiq deb qaraldi-da. Bir tarafdan Daesh o'tirg'i chiqib, butun dunyoda islomdan kishilar ray yangan, diniy radikallik, islomiy terrorlik desa hammadan xo'p bo'pti, o'sang bo'ldi deydigan holga kelgan bir vaziyat. Endi bir tarafdan Trump hokimiyatga chiqib, dunyoda xalqaro ishlarga meniki karim yo'q, men Amerikani kuchdan duysam bo'ldi. Amerikani qaytadan ulug' qilaman, buyuk qilaman. Çünkü başka devletlerinin iş geliştirilen bir karim yok davatkan mezgil. Bunda bir vaziyette Xitoy xalqancha bu işni qilalaydi ekanman deb qardi-da. Demek endi agar mushundaq rayon xarakterlik urushlar
başqa yerlerde ko'p bo'lsa, bu albatta bizga foydasiz. Shuning uchun men Falastin xalqininki manfaati uchun Falastindagi begunoh o'layotgan kishilarninki qinining eqishdan to'xtashi uchun albatta umid qilaman bu masalaning hal bo'lishini. Ammo Uyg'urlarga bo'lgan xalqaro diqqatninki qaytadan markazlashish uchun ham umid qilaman. Bo'lsa, mushularninki tinchlik suhbatidan bir natija chiqib, tezroq hal bo'lsin. Bizga navbat kelsa debman. ikki davlat loyihasi bo'yicha Falastinliklar Falastin zaminida, İsrail zaminida yashasa, har ikki tarafning radikal ashqullariga kun bermasa, u yerdagi normal xalq har ikki tarafninki asosiy muqomni, asosiy iqlimni egilsa, shuning bilan bu qon to'xtasa, bu urush to'xtasa, Amerikaning diqqatimi Sharq Osiyoga qaygan siri qaysa, Xitoy bilan bo'lgan kurash asosiy iqlimga aylansa deyman. Buni bir ig'iz qo'shib o'tsam, masalan, agar u urush boshlanib qolsa, Xitoy cho'qim İran ve Hamaslarga yordam berishga, shu urushni davomlashtirishga yordam berdi. Shu vaqtda Amerika yana xuddi Xitoyga hozir tutayotgan pozitsiyasi, yana Rusga yordam berma, shuni tutib turish uchun Xitoy bilan yana majburiy balkim suhbat kutishdi. Alar yordam qilma, urushni to'xtatayli, sen o'zingni to'xtat. Bunday vaqtida Uyg'urga ziyon. Bizning da'voyimiz cho'qim chat qilib qoladi. Rahmat. Köpten köp rahmat. Hem Palestin meselesini, oturuşluk meselesini yana aldığımız bir hafta işler hem o inağıraq buludu dep öyleyme. Ya yakama ya qarsam umum cihetten ya qatıq usullen ya yumuşak usullen. Hoş bir neçə yılın içinde bu meselemiz taza bir yumuşaydığını qıp turdu. Bundan keyinki programlarda yana görüşke aman bulunlar. Mümkün bolsa İlşatga biz yana bir aydan keyin ma'u Amerikadagi Kamala Harris hanım bilen Trump 32 raqobat ve Uyg'ur meselesi to'liq bir program qilsak ish bersangiz sizni mishada bir so'z evalay. Hem köpten köp rahmat. Suhbatimiz mishada xilashdi. Bundan keyinki programlarda yana birga bo'lishimizdan umid qilaman. Hammanglarga rahmat.